Yasin surasi Qur'oning Karimning qalbidir. Bu suraga Qilich surasi ham deyiladi. Sababi ruhiy ta'sirlarni parchalash quvvati berilgan. Agar sehr yoki hasad ta'sirida ruhiy bir tanglik paydo bo'lgan bo'lsa, masalan rizq yo'llari qisqargan bo'lsa, ishlar yurishmay qolgan bo'lsa, oilada murosasizlik paydo bo'lgan bo'lsa, ruhiy siqilish qalbni egallab olgan bo'lsa, yoki baxt yo'llari bog'lanib qolgan bo'lsa, 11 kunlik muolajani niyat qiladi. Har kuni bomdod namozidan so'ng yoki xufton namozidan so'ng Yasin surasini 33-oyatigacha o'qiydi. So'ng ushbu 33-oyatni 33 marotaba takrorlaydi. So'ng suraning oxirigacha o'qib tugatadi. Undan keyin bu duoni 3 marotaba o'qiydi. Allohumma ya fattah iftah li kulli khayrin wa yassir tariqi wa adhishni bitasyiriha. Allahumma ya wahhab hab li ma arjuhu min al-fathi wal barakati wal falahi wa bashshirni kama tubashshiru ibadaka as-salihin innaka waliyyun dhalik wa anta ala kulli shay'in qadir. Har kuni muayyan bir vaqtda o'qish kerak. Inshaalloh taolo bu wird bilan har qanday ruhiy tanglik ochiladi.